shunday qildi. Bu buyum yuqori ilmiy ahamiyatga ega. Kim uni sindirdi? Bu finjonni shunchalik qimmatligini men qayerdan bilaman? Professor Yang, siz adashayotgan bo'lsangiz kerak, bu soxta. Soxtami, yo'qmi? Tadqiqotdan keyin bilib olamiz. Lekin siz uni sindirdingiz. Endi qanday o'rganaman? Janob, agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, uyimizda yana bittasi bor. Shen xonim, hazillashyapsizmi? Bu qanaqasi? Professor Yang davlat ahamiyatiga ega sovg'aning nusxasi uchun keldi. Sen esa oddiy idish olib kelyapsanmi? Shen xonim, adashmayapsizmi? Men... Yo, adashmayapman. Mana bu o'sha. Men o'shani qidirayotgandim. Professor Yang, bu oddiygina narsa-ku. Nega bunchalik hayajonlanyapsiz? Oddiy narsami? Savodsiz. O'ymakor matn va muhr tushirilgan davlat ahamiyatiga ega sovg'ani nusxasi. Ota, u naqshlar va mahorat chindan ham ajoyib. Shoshmang, Professor Yang. Siz bu finjon haqiqiy deyapsizmi? Aynan shunday. Bu davlat ahamiyatiga ega sovg'aning nusxasi, lekin uning qadri juda baland. Uni sindirgan kishi ehtimol zararni qoplash uchun butun boyligini beradi. Qanaqasiga axir? Bo'lishi mumkin emas.